Bugun biz oilaviy havas guruhi klip olamiz. Shirinligini qara. Kim shunaqa shirin qiz tog'olaydi? Kechiring Doston aka. Kechiring. Opamni sariq bo'lish kerak. Balkonlar ham to'lib ketibdi. Yaltiroq kiyim kiyib olganinglarni qaranglar, zo'r kiyim kiyib olibsizlar, qaranglar. Qani faraz qil, rangi qanaqa? Qizil. Qizsanikichi? Oranжевый. Ifora? Черный. Индийский черный yo'q. Chiroyli rangingiz. Krasный. Хотя бы, ha? Krasный, chiroyli kiyimlar bizda. Sarimiz bor, bo'yab olganmiz. Konsertimizdagilar qanday chalishiga qarab bizani baholashadi. Kishilar uchun biza to'xtatgan zotimiz yana qarsaklarni eshitamiz. Baland bo'lsa, demak bizning konsertimiz zo'r. Xo'pmi? Bu final qismi hozir. Faraz qilasizlar final. Boshladik. Qani ulka. Bravo bizlar. Yoqdimi bizlar? Gimnastika yoqdimi? Raqs yoqdimi? Kelamizmi keyingi darslarga? Sochimiz yoyilmasin. Forma to'liq tushuntirdim. Oyoqlarimiz, kiyimlarimiz, plastina обязательно. Sochim hech kimning sochim chiqib turganini ko'rmaymiz. Hech qala ko'rdinglar, qanaqa qilyapti? Doyishtirishlarga to'g'ri kelyapti. Biz qo'limiz oshishga harakat qilish kerak emas. Men o'rgatgan harakatlarni qilish kerak faqat. Xo'pmi? Qani. Aytxonada turma. Tayyorsan paklonga? Assalomu alaykum hammaga. Videoni Shahnoz opa boshlaydi. Qurilish ishlari bilan bo'lib, biz shogirdlarga libos bichib tikishni topshirdik. To'g'risi, rosa hayajonlandik. Shahnoz opaga yoqarmikan, nima deb o'ylaysiz? Video oxirida ko'rib, o'zingizlar baho bering. Shahnoz opam juda ham talabchan. Shuncha ishlari bo'lsa ham, Havas Fashiondagi har bitta o'quvchi alohida e'tibor beradilar. 2 oy ichida noldan boshlab model chizish, andiza qilish, bichish, tikish hammasini umuman nini ushlashni bilmaydigan ayol qizlar o'rganib xursand bo'lib ketishadi. Biz shogirdlar Shahnoz opamga o'xshashga harakat qilamiz. Gapirishlarini o'xshatishga harakat qildim. Ozgina bo'lsa ham o'xshab, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Kelishdan oldindan rosa o'ylanganimda 2 oyga odam nimani biladi, o'rgana olmaydi. Bu nereal deganman, nereal. Haqiqatan o'zim amin bo'ldim, bor ekan. Yo'ldan kelgan qizlarni ham tutganini ko'rsang, vashi qo'yilib qolib ketasiz. Rahmat, mashalloh. Oxirgi tochkani o'zim qo'ymasam bo'lmadi baribir. Keling. Kechqurun nima deylardi? Ujinayimga chiqdik. Ujinayim. Ujindan keyingi ujin bu. Mana go'sh erkan, ya bu go'sh. Go'sh yoqtirar ekan.